50 yildan beri istiqomat qilaman. Shu davrgacha bizda suv ta'minoti juda yomon ahvolda. 24 soat suv keladi deganda men уже hayajonlanib ketdim. Ayol kishiga birinchi navbatda suv kerak. Bir tomchi suv uchun qancha qiynalyapti. Kechalari ham ishlayotgan joylarda men guvoh bo'ldim. Suvsiz hech narsa bo'lmaydi. Shunday yerni tagidan shunday traktor bilan itarib, bunday kasab o'tkazib ketyapti. Mana men mana shu yerda 50 yildan beri istiqomat qilaman. Shu davrgacha bizda suv ta'minoti juda yomon ahvolda edi. Bizdan uzoqlikda 2,5 kilometr uzoqlikda bo'lgan masofadan biz suv toshib kelib ichganmiz, suv tashir edik. Mana hozir prezidentimizning farmonlariga asosan mana bizning ko'chalarga mana har bir xonadonga alohida suv uskunalari, hisoblash uskunalari orqali ishlaydigan vodoprovod kanallari o'tkazib berildi. Prezidentimizga ham chiqargan farmonlariga rahmat. O'sha farmonlarga asoslangan holatda mana shu ishlar hammasi bajarilib kelmoqda. Xususan viloyat hokimimiz o'zi ham o'zlari yurgan holatda har bir ko'chani tekshirib, ko'zdan kechirib, viloyat hokimimizga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu ishlardan biz juda xursand bo'ldik. Xalqimiz ham juda xursand. Tilaklarda, aravalarda suv tashirdik. Hozir Xudoga shukr, mana ko'chamizga suv keldi. Rahmat prezidentimizga, hokimimizga. Ayol kishiga birinchi navbatda suv kerak. Suvsiz hech narsa bo'lmaydi. Mana oilada suv muammosi yo'q endi. Mana Xudoga shukr suv chiqib yotdi kranimizda. Mart oyidan sentyabr oyigacha juda suvni tashib, uzoqdan tashib, bolalar maktabga bormay tashib, navbat talashi qilardik. Mana hozirgi prezidentimizning siyosati juda katta yordam qilyapti. Bu yil mahalla yili boshlaganda mana mevasini ko'rdik. Yangi hokim keldi, yangi hokimni kelganini so'radi, qilayotgan mehnatini ko'chada yurib bildik. Ko'chalar obodon bo'lib ketdi. Dastlabki keldi mutaxassislar kelgandan keyin. Otaxon, biz sizga suv keltiramiz deganda o'zi aniqmi dedim. Alerga tashlama, yo'q dedi. Постоянно 24 soat suv keladi deganda men o'zi hayajonlanib ketdim ularning ishidan. O'sha mutaxassislar bilan birga yurib, birga turib ko'rib, ularni молодец ana shu mutaxassislar. Na ko'cha buzildi, na boshqa qildi. Shunday apparatlar bilan yerni tagidan 200-300 metr joyni turbani shunday teshib o'tkazib ulab ketishdi. Mana endi suv 24 soat suvda umuman muammo yo'q. Mana mehnat qilgan, ishlagan mana shu mutaxassislarga chin dilimizdan, mahalla nomidan katta rahmat aytamiz. Suv keltirgan juda aziz.